Assalomu alaykum rahmatulloh. Bugundan boshlab bepul arab tili darslarimizni yo'lga qo'ydik. Arablar ichida va arab bo'lmaganlar ichida keng tarqalgan Durusul lug'atil arabiyya, ya'ni Madina Arabik kitobidan foydalanamiz, qo'llanma sifatida. Siz ham buni Hilol nashr do'konlaridan yoki boshqa kitob do'konlaridan ham topishingiz mumkin. Va xohlasangiz biz PDF shaklini Telegram sahifamizga joylab qo'ydik va o'zingizga yuklab olib, kitob shaklida foydalanishingiz mumkin. Birinchi dars hada mavzusini ko'rib chiqamiz. Bu kitobimizda 5-betga to'g'ri keladi. Birgalikda mavzuni o'rganishni boshlaymiz. Hada so'zi o'zbek tilida bu degan ma'noni ifodalaydi. Odatda biz buni yaqindagi narsalarga yoki yaqindagi kishilarga nisbatan ishlatamiz. Bu bola, bu kishi, bu u shaklida. Arab tilida bu so'z hada shaklida ifodalanadi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, talaffuzimda ha harfidan keyin cho'zib hada deb talaffuz qilyapman. Ya'ni ha harfidan keyin kichik alif bo'lib, biz buni talaffuz qilayotgan vaqtimizda doimiy ravishda hada shaklda talaffuz qilamiz. Va ba'zi bir kitoblarimizda buni nima qilib qo'yadi? Kichik alif bilan ifodalab qo'yadi. Keyinlar biz ham kitobimizga buni belgilab qo'ydik. Hada deb unutib qo'ymasligimiz uchun. Demak, hada degani bu yaqindagi narsa yoki yaqindagi kishilarga nisbatan bu degan ma'noni ifodalar ekan. Endi biz buni misollar bilan qo'llab ko'ramiz, yanada yaxshiroq tushunishimiz uchun. Ko'rib turganingizdek, uy. Arab tilida biz buni baytun deymiz. Endi bu uy, mana bu uy demoqchi bo'lsak nima qilamiz? Hada so'zini uy so'zidan oldin olib kelamiz va yasaymizki hada baytun deymiz. Shunda bu uy degan ma'noni ifodalaydi. Masjid. Arab tilida buni masjidun deymiz. Endi tepadagi qoida asosida, ya'ni bu masjid demoqchi bo'lsak nima qilamiz? Hada so'zini mana shu so'zdan oldinga olib kelamiz va hada masjidun so'zi hosil bo'ladi. Ma'nosi barchamizga ma'lum. Bu masjid degani. Endi shu o'rinda bir qoidani yodimizda tutaylik. Hada, ya'ni ism ishora doimiy ravishda so'zni boshida kelish kerak. Biz ko'rsatayotgan predmet esa hada so'zdan keyin kelish kerak. Suratdagi narsa nima? Eshik. Arab tilida biz buni babun deymiz. Mana bu eshik demoqchi bo'lsak, hada so'zni olib kelamiz. Hada babun. Mana bir gap hosil bo'ldi. Bu esa kitob. Arab tilida buni kitabun deymiz. Tushunali? Kitabun. Endi mana bu kitob demoqchi bo'lsak nima deymiz? Hada kitabun. Bu kitob degan ma'noni ifodalaydi. Shu o'rinda e'tiboringizni bir narsaga qarataman. Kitabun, ya'ni so'zni oxirida turgan dommali tanvinda nima ahamiyati bor? Bu bir muhim vazifa uchun qo'yilganmi yoki xohlagan vaqtimizda xohlagancha talaffuz qilishimiz mumkinmi? Arab tili grammatikasi ayni shu narsani o'rganadi. Ya'ni qachon kitabun deymiz, qachon kitaban deymiz, qachon kitabin deb nomlaymiz. Qisqa qilib aytganda, so'zni oxiridagi harakatlarni o'zgarishi arab tili grammatikasi deb nomlanadi. Endi buni daftarimizga yozib qo'yaylik. Kitabun so'zini oxiridagi dommali tanvin bir muhim vazifaga ega. Inshaalloh buni keyinchalik darslarimiz davomida ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingiz ruchka. Arab tilida biz buni qolamun deb ifodalaymiz. Endi mana bu ruchka demoqchi bo'lsak, qanday ifodalaymiz? Hada qolamun shaklida. Hada qolamun shaklida. Tushunarli? Endi bu ko'rib turganingiz miftahun, ya'ni kalit degani. Mana bu kalit demoqchi bo'lsak, qanday yasaymiz? Hada miftahun shaklida. Ya'ni bu kalit degan ma'noni ifodalaydi. Ko'rib turganingiz maktabun, ya'ni o'quv stoli degani. Bu parta demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Hada maktabun. Bu parta. Demak, oson qoida asosida yasanar ekan. Sarirun, kravat. Bu kravat demoqchi bo'lsak, qanaqa yasaymiz? Hada so'zini olamiz va sarir so'zini qo'yamiz. Hada sarirun gap hosil bo'ladi. Bu kravat. Kursiyun, stul degan ma'noni ifodalaydi. Bu kursi demoqchimiz. Qanday ifodalaymiz? Hada kursiyun, ya'ni hada kursiyun shaklda ifodalaymiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, shu qoidani daftarimizga yozib qo'yaylik. Ya'ni ismi ishora so'zni boshida keladi va ismi ishora ko'rsatayotgan misol shu ismi ishoradan keyin keladi. Va uni oxiri qanaqa holatda turardi? Dommali tanvin. Hada kursiyun, hada baytun, hada masjidun, hada babun shaklda. Kelgan misollar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Hada baytun, bu uy degani. Hada masjidun, bu masjid degani. Hada babun, bu eshik degan ma'noni ifodalaydi.
ikkinchi qatorni o'qiymiz. Hada kitabun, bu kitob. Hada qalamun, bu ruchka. Hada miftahun, bu kalit. Hada maktabun, bu parta. Hada sarirun, bu kravat. Hada kursiyun, bu stul. Demak, oson bir qoida bor ekan. Ism ishorani so'zni boshiga olib kelamiz. Undan keyin ism ishorani yonidan biz ishlatayotgan misolimizni qo'yamiz va ayni o'sha misolimizni oxirini dommali tanvin holatida ifodalarkanmiz. Hada kursiyun, hada miftahun shaklda. Tepadagi hamma misollarimiz bunga namuna bo'ladi. Kelasi darslarimiz bundanda qiziq bo'ladi inshaalloh. Bizni kuzatishda davom eting, yaqinlaringizga ulashing va obuna bo'lishni unutmang.